Xo'p, assalomu alaykum azizlar. Kirib kelayotgan Qurbon hayiti barchalarimizga muborakli bo'lsin. O'zlaringizga ma'lum, ko'p joyda qurilishlar boshlaganmiz. Shu sababli bu oy tarqatiladigan xarajatlarga uzr aytib turgan edik. Onalardan, opa-singillarimiz va boquvchilarni yo'qotgan shu otasiz bolajonlardan to'xtovsiz bizga murojaatlar bo'lyapti. Endi bir narsani ham aytib o'tamiz. Xonadonimizga onalarimiz va shu opa-singillarimiz juda ko'plari turli xil murojaat bilan kelyaptilar. Qanday endi bularni ko'kslardan itaramiz. Qo'limizdan kelganicha siz sahiylarda ehsonlaringizni va kerak bo'lsa o'zimiz tadbirkorligimizdan kelib chiqib yordamimizni qilyapmiz. Biz kechalari bilan video qilib, montaj qilib va shu obunachilarimiz yozganlariga javob qilamiz. Tong otib ketadi. Charchaymiz, ozgina dam olishga kirganimizda shu bir onamiz ketdilar. Yegulik hechnim ham qolmadi deyaptilar. Yana birlari kelib, iltimos bolam o'lib qolmasin, shifoxonada deydilar. Yana birlari biz ko'chada qoldik, uydan yordam bering deb. Turli xil shunaqa murojaatlar. Nima demoqchimiz? Bu oylik mana endi xarajatimizni ham tarqatmasak bo'lmaydigan holatda ekanmiz. Ulug' mana Qurbon hayiti bayramimiz kirib kelyaptilar. Shu holatda biz chiroyli turli xil nozik ne'matlar bilan o'tirishdagi xonadonimizda bu bolajonlar och holatda o'tirishsa, har qanday tomonga olsa ham to'g'ri kelmasa kerak. Hozir bu bir 3 tami, 4 tami oilaga xarajatlikka bo'lar. Bu 2000 so'mlik bunaqa ko'p nima bo'lmaydi. Alloh barakasini bersin. Sizlardan iltimos. Qo'limizdan kelganicha necha pul qanaqa yordam bera olamiz? Telefonlarimiz ishlayapti. Ertaga 4-sana bozorliklar qilsak, 5-sana kuni xudo xolasa siz azizlarga ehsonlaringizni tarqatsak. Ko'ngillilarimizga aytamiz yana. Iltimos, befarq bo'lmaylik. Qo'limizdan kelganicha imkonimiz qadar karta raqamlarimiz ishlayapti. Musofirlarimiz va o'zimizdagi tadbirkorlar shu bolalarni, onalarni xursandchiliklariga shunda ulug' kunlarda xudo xolasa sabab bo'lib qolsak. Salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kutib qolamiz.